umuman savdoga aloqasi yo'q, mutaxassisga aloqasi yo'q. O'zi aslida DMET programmasi aptekaga qo'shimcha bitta ilova. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot muassasalari uchun chiqarilgan dastur o'zi aslida. DMET dasturida vrachni, keyin mana bu o'zimizni ijtimoiy shaxslar borki, bemorlarda hamma uchun yuradi. Oldin hamma narsa qog'ozda edi, bitta poliklinikaga kirsangiz kartalar bo'ladi-yu, mana shu narsalar hammasi barqaror bo'lyapti borgan sari. Bu 2021-yil test rejimida boshlangan, Toshkent Sirdaryoda boshlangan. Biz Farg'onaga endi kelyapti, 26-yilda to'liq o'tadi. Birinchi yarmardan o'tadi, shunga tayyorgarlik. Bu doimiy kasalliklar bo'ladi-yu, sahri bo'ladi, keyin allaqat uchta turadigan daveniyasi bor, mana shunaqa javonlar og'ir emas. Nima deydi, rak emas-u, undan bepul berilgan dorilar bor davlat tomonidan. Shuni qoplab berish maqsadida qilingan tizim.